Magistratura bo'yicha juda ko'p savollar sizlarga ham bevosita murojaat bo'layotgan bo'lsa kerak. Hozir bir umumlashtirib bittasini o'qib beraman. Magistratura uchun staj talabi qo'yildi. Stajsizlar uchun qandaydir istisno bormi? Chunki bu qabul oshirilishidan bir necha hafta oldin e'lon qilindi. Biz esa 1 yil oldin tayyorgarlikni boshlagan edik. Bunday holatda adolatsizlik bo'lmaydimi? Mana shu bunday talablar oldindan e'lon qilingani yaxshiroq bo'lar edi degan mazmundagi savol. Izoh berilsa. Tizim to'liq adolat, shaffoflikka ta'minlashga qaratildi va bu farmon bilan qo'l qo'yilgan barcha talablar aynan hozirgi kungacha bo'lgan tajribamiz. Bu sohadagi orttirayotgan biz xorijiy tajribani o'rgangan holda va umuman olganda bular qaytib kelgandan keyin buni davlatga singdira olishi nuqtai nazardan barcha qoidalar va barcha tashkilotlar, ekspertlarning fikrini yig'gan holda ishlangan nizom talablaridir. Magistraturaga kira olish uchun va topshira olish uchun stipendiantga bo'ladigan nomzodlar o'sha kamida 1 yillik ish stajiga ega bo'lishi belgilandi. Bu nima uchun? Bu yerda shunday chegara yo'qligini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bakalavr davrida ham ba'zi bir bizning talabalarimiz demak parallel ravishda ishlash sharoitlaridan foydalanishadi va bu yerda ham o'zlarining mehnat ish stajlarini orttirib borishadi. Aynan shu ham muddatga kirgan. Lekin xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, bakalavrdan keyin ozgina o'sha davlat tizimida, davlat organlarida uni nafasidan, uni bir tushunib yetib, buni bilimlarini amaliy tomondan qanaqa ishlashni va qayerini to'ldirib borsam va magistraturaga borgandan keyin qaysi kreditlarni olsam bu ertaga men borgan, menga kafillik ko'rsatgan tashkilotdan ko'nikmasini singdira olaman degan ham bu qaytam unga bir ijobiy tomoni. Shuningdek, har bir talabamiz eng qiyin tomoni bu ish beruvchidan kafolat xatini olish va ko'pincha bular oliy ta'lim tizimini o'z bilan chegaralanib qolmasdan, balkim o'sha ish faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan korxonalarda, tashkilotlarda, aynan u yerda o'zini ko'rsata bilgandan keyin va shu sohani rivojlantirmoqchi bo'lgandan keyin shu ham kafolat xatlarini olishga, ham ish beruvchidan bo'lgan ertaga qaytib kelishdan keyin o'zining ishida yanada o'sishga imkoniyat yaratadi. Bu hech qanday cheklov emas. Bu qaytam imkoniyat va sharoit. Va bu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir juda ham ko'pdan ko'p savollar tushyapti va biz ijtimoiy tarmoqlarda turli bo'lgan reklamalar chiqib ketganini kuzatib boryapmiz. Ya'ni El yurt umidi jamg'armasi stipendiantiga tayyorlov kurslari. Hurmatli stipendiant nomzodlar, hech qanday uning uchun o'quv kurslar kerak emas. Uning uchun faqat talablarni o'rgangan holda hujjatlar mezonga rioya etilishi lozim. Va bu yerda magistratura yoki bakalavr yoki bir doktorantura, stajrovkaga o'tish uchun hech qanday tayyorlov kurslarini hojat yo'q. Bu yerda bilimlar, ko'nikmalar, tegishli hujjatlar faqat adolatli, shaffof tekshiriladi xolos. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri talablarga e'tibor bergan holda va barcha shu mezonlarga rioya etilishini so'rab qolardim.